Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun oq kiyimni qaysini buyimi, qanday quyimiz, ashunga mixbray mana ko'rdinglar bu rang. Yostiq qilib bir narsa yo'qib ketibdi. Sizlarga ko'rsatmoqchi. Mushuni oq kiyimlarni xavib rang yo'qib qoldi. Shunga men oq kiyimlar bilan mang'uz etmoqchi. Qaysi sopini ishlasak yaxshi deb to'liq so'rab keldi oq kiyimlarga. Ranglikni inshaalloh yaqinda qilaman. Buni kiralganning ichiga solay. Endi mang'uz sopini tanishtiray. Bu ranglikning zaten men odatda olmo sopini ishlataman ko'rganinglardek. Oq kiyimlarga eng yaxshisi mana shu. Buni ishlatish usuli oldi bilan kiyim ranglikka yaxshi bo'laverdi. Shu dog'yani dasqi silib, ustiga sopindan og'izda bir ig'iz silib qaynoq suv qo'yib, andan keyin mang'uzlar bo'ldi. Lekin men bugun bu yo'q ahvolasini qanday qilamiz? Buni sinamoqchi. Mana mening olmo sopinimdan shunchalik elib oldim. Ko'ziga quyma ishkini atdim. Bu ko'ziga olmo sopindan qo'ydim. Andan keyin eng yaxshi chamashir sodasi. Chamashir sodasidan bu köksüp durup burayı silahı. Ondan da yerim. Koydum əzan bu marketlarda var. Buna yerimini koyup bu yerimini iç kısmı koyup etdim. Çünkü arışanmaya kalmasın da makinenin içine koyma. Kralgının içine koyma. Bunu içine çiçi ettim. İçine döküp ettim. Endi yana bizning bo'msin bo'lmaydigan karbonatimiz bor. Buni odamga qo'ydim. Endi oqochiq suv. To'ksanlar bo'lsak, masalan bo'ldi, bu o'zingizlarning ehtiyojiga qarata. Oqochiq suvdan qo'ydim. Muvofiq miqdorda o'zingizlar xohlab. Men yarim choy stakandan yarmini qo'ydim. Andan keyin yumishtirgan xushpuroq qilish uchun odatda vernal ishlataman. Men xushpuroqni yaxshi ko'raman o'zim. Men har doim vernal ishlataman. Atarga qo'yilib ketdi, chaqasi yo'q. Chunki bu qilanda video qilayotgan bo'lg'achqa. Endi mashinamizni mang'uzsak bo'ladi. Odatda oq kiyimlarni 90 da mang'uzimiz, 60 da 90 da hech qanday bir kiyim mang'uzmaymiz. Mana 60 gradus 3 soat dedim, men 3 soatda mang'uzmayman. Men ön yaqimi qilib mang'uzaman. Mana buning hozir 40 gradusga kelibdi. Men buni bu yerdan tushirib 800 bo'ldi. 800 ga udulay. Tamam 800 bo'ldi. Bu yani men 60 90 gradusda herkesme kiyim yupsanmaqlar, kiyimlarni buzib etadi. Oq kiyim 60, rangli kiyim 40 da bo'lishi kerak. Mana men 2 soatga uduldim. Agar xohlasangiz 1 soat o'zingizlar qarta. Men 2 soatga uduldim. Agar 1 soat qilsanglar bo'laveradi. Bu o'zingizlarning tamoman ixtiyoriga bog'liq. Mana mang'uzib etdim. Endi 2 soatdan keyingi kiyimimizning qanday yo'lg'onligini ko'rsak bo'ldi. Mana mashinama suv ilib o'tadi, yuyilsin. Andan keyin ko'ksimiz sizlarga. Bizning kiralığımız toxtudu. Götürüp işkini açay. Sizlarga shu oqni ko'ksitib qo'yay boyamqa. Mana o'sha yostiq. Shu ko'rganlar shunchalik oq. Bek chiroyli chiqdi. Mana yana birisi shu. Bek chiroyli ranglarni chiqibdi. Ajoyib. Yaxshi mush usulda yupaq sanlar bo'ldi oq kiyimlarni. Tabiiy ham bek pakiz chiqdi. Puru sanlarmi shunday bir xilmizlik. Hech qanday nima yo'q ko'rdinglar-ku. Mushaletda chiqdi. Sinab beqinglar inshaalloh.